Do'stlar, hozir sizlarga biza Mercedes-Benz EQE 500 da obzorini ko'rsatamiz. Ha, aka dedi. Odam ko'p, juda ko'p. Masalan, mana hozir EQE ni ichiga o'tirib olamiz. Ichi zo'r ekan. Mana hozir kamerada olib ko'rsataman sizlarga. O'zi ham yotqizyapti, kim bo'lsa ham oldingi nima qilib ozgina. Bemalol. Mana bu ichi ko'ryapsizlar. O'zi ham juda zo'r o'tiribmiz. Mana barlari. Bu yerda bitta telefonga simsiz zaryadka yopiladi. Mana bu lekin nimasi yomon, dog' bo'lib ketadi. Qolgan narsasi zo'r. Mana navigatsiyalari. Navigatsiyasini e'tibor qiringlar, ko'ryapsizlarmi? Sal qotadi. Xitoylik nima versiyasida esa Xitoyda mashinalarda unaqa qotish bo'lmaydi. Mana orqada ko'ryapsizlar. Panorama oynalari, rul. Zo'r mashina. Endi o'tirishi juda nima? O'zi ham yotib o'tirasizlar. Zo'r ekan. Buyursin hammaga. Mana nimalarni ko'ryapsizlarmi? Pasyotkalarni. Lyuks ichi zo'r. Mana orqasi. Mashina elektrik. Lekin yopilishi uncha nima emas ekan. Mana prisoska. Mashina zo'r. Lekin Xitoyda sotilishi unaqa yaxshi emas. Chunki xitoyliklar ko'proq Maybach olishadi yoki GLS yoki o'zimizda mana bu Gelikni olishadi. Gelikni ham hozir elektronisiga juda ko'p udar berishyapti. Bu ham lekin uncha yaxshi ketmayapti. Chunki hamma Gelikni baribir V8 degani bitur birimini olishni xohlaydi. Zo'r mashina.